Ertalabdan intiqib kutilgan kun boshlandi. Yo'llar davomida hayajon, 5 yillik sabr va mehnatning yakuni bo'lgan universitetim tomon yo'l oldim. Bugun qo'limda 5 yillik sabr, mehnat va matonat mevasi — bakalavr diplomi. Meni oliy ma'lumotli bo'lishimga sababchi bo'lgan, orzularimga yo'l ochgan aziz ota-onamga chin qalbimdan rahmat aytaman. Bu yo'l oson bo'lmadi. Bolalar parvarishi, ro'zg'or va o'qish, lekin orqamda tog'day suyanchim bo'lgan turmush o'rtog'im va har bir qadamimda suyanadigan, bolalarimga o'z onalaridek qaragan qaynonajonim bo'lmaganida men bugun bu nuqtaga yetolmasdim. Oilali va bolali bo'lib o'qish oson emas, lekin yoningizda mehribon qaynonangiz va har taraflama qo'llaydigan turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, imkonsiz narsaning o'zi yo'q ekan. Meni tushungan va har bir qiyinchiliklarimda yordam bergan barcha yaqinlarimga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Yelkama-yelka qiyinchiliklarni yengib o'tgan jigarband dugonalarim bilan bu quvonchli lahzalarni kulgu va esdalik fotosuratlar bilan nishonladik. Lekin eng asosiy bayram uyda. Meni har bir qadamimni qo'llab-quvvatlagan, bolalarimga qarab yelkada tutgan oila davrasi davom etdi. Dasturxonda issiqqina osh — bu shunchaki diplom emas, bu mehnat, matonat va yangi katta marralarning boshlanishidir.